Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bugungi darsimiz ch harfi yozilishlariga e'tibor berasizlar. Ch harfini choy, ha, qoychi, qoychi, ich, och, choy, qoychi, ich, och, cho'tur, cho'tir deymiz. Qilib o'qisam, cho'tur, chuqur, chuqur, ochdi, qoch, choch, choch, chochdi, qo'chqor, qo'chqor deymiz endi. Qo'chqor, qo'chqor, ana ikkita nuqta qofniki. Qo'chqor, o'roqchi, qaroqchi, qaroqchi, qo'ruqchi, qofni nuqtasi bu. Tuzoqchi, ana tvz, tuzoqchi, buzoqchi, qichqirdi, qichqirdi, bich, ana bich, bych bo'ladi, bich, yanch, tinch, tinch, zich, qoch, qorni och. Xo'p, choy, ich, uch, qurch, burch, buridin, bo'ridan, buridin, qoch bo'ladi ana bu yerda. Buridin, qoch. Qadoqchi jononni tuzatdi. Qadoqchi bu chinnichi ekan, chinni tuzatuvchi. Jonon bu yerda chinni ma'nosida. Demak, qadoqchi chinnini tuzatdi. Qadoqchi jononni tuzatdi.